Assalomu alaykum. Bugun 2025-yil 29-dekabr. Nasib bo'lsa mana shu xo'rozlarimiz sotiladi. Bunimiz bir tilak. 3 ta o'yini bor. O'yinlari yaxshi. Sotiladi nasib bo'lsa puliga kelishsak. Hozir tilakda dalmamint. Tilakdan chiqyapti. Xo'sh. Undan keyin bitta mana bunimiz jo'ja hali mart oxiri aprel boshi bilan chiqqan. Tepa tumshug'i ozgina katilgan. Bitta yutuqchasi bor buni ham. Bir oychalarda o'sib qoladi tumshuqchasi ham. Oyoqlari mazal-pazal hech narsasi yo'q, hammasi idealni. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa telefon nomerini qoldiramiz. Bemalol bog'lanaverasizlar. Xo'rozlar ikkalasining hech qanday aybi yo'q. Xo'sh, undan keyin uchalasi ham sotiladi. Tak, bular Moskovskiy shamodan tushgan 6 kilodan ziyod bular otasi. Nasib bo'lsa hozir shtirishiga 5 kilodan nari beri. 4 kilo 8, 5 kilo 2 chiqar nasib bo'lsa. Oyoqlarida mazallari yo'q, hammasi joyida. Ko'k makanchamiz ham sotiladi. Ular ham shu mart oxiri aprel boshi bilan chiqqan. Bo'ylariga ahamiyat beramiz. Bo'ylari o'ta baland narsa. Kilaga ham, visiga ham giditda 80-85 cm turishadi balandligi. Nasib bo'lsa shu yoshiga to'ldirib o'ynataverasizlar. Bemalol zotga ham, o'yinga ham bemalol bo'ladi nasib bo'lsa. Kimga qiziq bo'lsa bemalol bog'lanaverasizlar. Ko'krak qismlari, kallalari bir urushgan joyi yo'q. Hali bular o'yin ko'rgani yo'q. Urishtirib ko'rganimiz yo'q, bekorchisi yo'q hali.